Münasebetlik materiallarda ma'lum bo'lishicha, Amerikalik bir olim 20 necha davlatga berib, irqiy, har xil iqtisodiy sharoit o'xshash bo'lmagan 10 ming bola ustida cho'ng ko'lamli tekshirish olib berib, bolalarning oilasining ma'naviy turmushi va oila kayfiyatiga intayin ahamiyat berganligini bilgan. Bu olim har qaysi allardagi bolalarning o'z ota-onalari va oilasidan kutadigan eng muhim umidini tuvandagi jumlalarga xulosalagan. Birinchisi, ota-onalar bolalarning oldida jidallashmasa. İkincisi, hamma balasiga o'xshash ko'zda qarasa. Uchinchisi, balalardan umidsizlanmasa, yolg'on so'zlamasa, lavzida tursa. To'rtinchisi, ota-onalar bir-biriga yo'l qo'ysa, bir-birini ayblashmasa. Beshinchisi, ota-onalar balalarga ko'ngil bo'lsa, munosabatda yaqin tursa. Oltinchisi, ballarning do'stlarini qizg'in qarshi olsa. Yettinchisi, balalarga ochiqlanmasa, siliq muomala qilsa. 8-si oilada cho'nglarni hurmatlab, kichiklarni izzatlashdek kayfiyat shakllansa, oilaning cho'ng ishlari oila a'zolarining fikri ilinib, demokratiya asosida bekitilsa. 9-si oilada bolalarning madaniyat, tantarbiya faoliyatlariga ko'ngil bo'linsa, yakshanba kuni oz deganda 20 kun o'ynashga yo'l qo'yilsa. 10-si ota-onaning kamchiliklarini bolalarga ko'rsatib beralsa, ham tanqid qila olsa deb. Mana bu 10 turlik ish shu bolalarning arzusu bo'lib chiqqan. Siz bular qanday qaraysiz? Yoki xato deb qaramsiz yoki buni qanday qaraysiz? Asl inkas rayonida yozib